bo'ri haqida men bo'lgan voqeani eshitganman. Bir ovchi yigitni o'zi aytib bergan. Ovga borib deydi, bo'rini uyasiga ro'para keldim deydi. Ikkita katta bo'lib qolgan bolasi bor ekan, otdim deydi. Keyin bo'rini onasi kelib qoldi, onasini ham otdim deydi. Ov baroridan keldi deb uyga xursand bo'lib qaytib, rosa katta ziyofat qildim. O'zimga o'xshagan oshna-og'aynilarim, ovchilar yig'ilishdi. Rosa ziyofat avjiga chiqqan vaqtda ko'nglim xijil bo'lib, yuragim bezovta bo'lib hovliga otilib chiqdim deydi. Ne ko'z bilan ko'rsam, bo'ri turibdi deydi. Bo'ri, o'sha ota bo'ri turibdi deydi. 3 yashar bolam bo'rini bo'ynidan quchoqlab, dumidan tortib o'ynashyapti deydi. Ey Xudo kechir, ey bo'ri kechir, ey Xudo kechir, ey bo'ri kechir deb turdim. Bo'rini ko'zidan yosh oqyapti. Yuragim bezilib ketdi qilgan ishlarimga. Qarab tursam bo'ri o'girildi-yu ketdi dedi. Odamga qaraganda ba'zan bo'ri ham martro bo'ladi, ukajon.